Sharqi Turkistonda madaniyat qirg'inchiligi davomlashmoqda. Muhofizat gazeti 2016-yildan buyon Sharqi Turkistonda 31 masjid va 2 mozorning qisman yoki butunlay cheqilganligini o'ttirg'i chiqardi. Ularning ichida eng mashhur tavob yerlarining biri Xotandagi imomi Osim mozori. Muhofizat gazeti yana Angliyadagi mustaqil tekshirish to'ri Bellingcat bilan birlikda imom Osim mozorini o'z ichiga olgan 91 ibodat so'rini va diniy o'rinning koni va yangi sunniy hamra rasmlarini tadqiq qildi. O'rtaq tekshirish natijasiga asoslanganda 2016-yildan buyon Sharqi Turkistonda 31 masjid va 2 mozor qisman yoki tamoman cheqib o'tilgan. Xitoy doiralari Hong Kongdagi namoyishlarni yana bir qatim terrorlikqa yaqin faoliyat deyish orqali pozitsiyasini qattiqlashtirdi. Amerika va Angliya bo'lsa Xitoyni ahdisiga rioya qilishga chaqirdi. Xitoy Hong Kongdagi demokratik talablar bilan elib berilgan namoyishlarning terrorlik faoliyatlardan farqi yo'qligini aytish orqali qattiq daxl qilish signali berdi. Germaniya va Amerika bo'lsa Xitoyni ahdisiga rioya qilishga chaqirdi. Berlinda muxbirlarning bu vaqtdagi savollarga javob bergan Germaniya bosh ministri Merkel Xitoyning Hong Kongni topshirib olganda fikr erkinligi va qonun bo'yicha idora qilish qatorliq jihatlarda ahd berganligini ta'kidlab o'tdi va Xitoyning bu va'dalarga amal qilish kerakligini aytdi. NATO oldingi kuni yuz bergan aeroplan krizida Rossiya urush aeroplanlarining bexatar bo'lmagan harakat bo'lganligini va NATO aeroplanlarining uchish yo'lini kesib o'tganligini aytdi. NATO bayonotchisining bayonotiga asoslanganda 2 dona Su-27 tipli urush aeroplani hamroh bo'lgan Tu-214 tipli aeroplan Baltiq dengizida NATO havo tavalligiga yaqin joyda bayqalgan. NATO bayonotchisi Tu-214 tipli aeroplanning uchish planida borligi, lekin uningga hamroh bo'lgan 2 dona Su-27 aeroplanning uchish planining yo'qligini bildirdi va Su-27 tipli aeroplanning signal uskunlarining taqoqliq ekanligini, havo qatnash markazi bilan aloqa qilmaganligini aytdi. Amerikaning Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida yuz bergan qurolli hujum qilish voqeasida oz deganda 6 nafar soqchining yaralanganligi bildirildi. Vaqa Filadelfiyaning Nice Town Tego rayonida yuz bergan bo'lib, dastlabki uchishlarga asosan 6 soqchi o'q tegib yaralangan. Naq maydonga ko'p sondagi soqchilar avatilgan. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, shu yer vaqti tushdan keyin 4:30 atrofida yuz bergan voqeada soqchilar narkoz faoliyatiga aloqador bir e'lon uchun voqea yuz bergan yerga kelgan. Aytilishicha, bu hujumchi qo'lga olingan bo'lib, yana birini izlash xizmati davomlashmoqda. Olimlar Grenlandiyada 514 yoshga kirganligi faraz qilingan bir kitni bayqadi. Angliya Quyosh gazetining xabar qilishicha, professor Kim Propel bu kitning eng uzun umr ko'rgan omurtquliq hayvon ekanligini aytgan. Kitning 1505-yili tug'ilganligi mo'ljallanmoqda. Hayvonlarning yashi uzunligi asosan hisoblanadi. Chunki Grenland kitlari har yili 1 sm uzraydi. Bayqalgan bu kitning uzunligi 5,4 metr. Navbatda olimlar bu kitning uzun yashashiga sabab bo'lgan genlarni tepish uchun DNA sonini tekshirmoqda.